Qozog'iston o'ynayapti. Asosiy tarkib. Qanaqadir sovrin uchun final. O'rtoqlik o'yini emas. Kim g'alaba qozonadi? Hozirgi sharoitdami? Hozirgi sharoit. Ertaga bo'ladi futbol. Ertaga bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston yutadi. Lekin men Qozog'istonga как всегда Muxlislik qilasiz. Muxlislik qilishingiz aniq. Biz O'zbekiston taxmin qilaman, bu yerda endi qarang endi. Процентном соотношении Foizlarda olib foizlarda olib qaralganda O'zbekiston favorit по-любому. Biroq bu futbol, bilasizlar. Ha. Siz aytyapsiz katta futbol, katta sovrin deyapsiz. Pul bor joyda aziyatlar qattiq tashishadi. Men Katta futbol, aytdimki- katta sovrin degan ne bo'lsin? sovrin. Ne u? Ne, kubok. Deylik kubok yoki moddiy tomondan pul rag'batlantirish. Dal hozirgi vaqtda ertang O'zbekiston Qozog'istonga kim janglaydi deb turdi. Real fikr. Qay yerda o'ynaydi? O'rtada. Neytral. Tojikistonda. Astana Arenada o'ynasa, Qozog'iston janglaydi. Toshkentda o'ynasa, O'zbekiston. Yo'q, neytral. Tojikiston. O'rtoqlik o'yini emas, Tojikiston- rasmiy ofitsialniy match. Necha bo'ladi 1-1? Nechi? Ну, уровень 1-1 почти. Ну, endi ko'rib tursinmi, bu yerda faktor jonda Eldur Shomurodov сияқты bir odam gol urib ketishi mumkin, gol degan uровень gol degan. Eldorni matchlarini men o'z Atletik Bilbao ko'rdim. So'nggi daqiqada men yurgizib pasport tushdi. Shuni juda endi baqirib yubordim-da. Emotsiya chiqib ketdi shunday. Поэтому Eldor Shomurodov agar Qozog'iston bilan O'zbekiston o'ynaydigan bo'lsa, u futbolchilar baribir rezultat qiladigan futbolchilarni tushunyapsizmi? Qozog'iston terma jamoasida hozir Eldor Shomurodov darajasidagi hujumchi yo'q bizda. Tan olib olishimiz kerak. Xo'p, javoblar uchun rahmat. В остальном, вот в центре, да, плюс-минус одинаково. Вы не думаете, что мы отстали там? Мы так не Да, думаем. Хусанов очень Нет. сильный. И Шамурадов там он прям сильный. Biz birorta А Файзулаев плюс-минус это Самородов. Похоже они. Da, lekin siz birorta bir o'zbek jurnalistini ko'rdingizmi Qozog'iston bizdan orqada qoldi degan. Bizda unaqa narsa yo'q. Biz solishtirmaymiz. Chunki boyaga aytgan gapim keladi. Biz buni noto'g'ri qabul qilamiz. Shuning uchun sizlarning g'alabanglarni o'zimizga qabul qilamiz va hech qachon bir-birimizni solishtirmaymiz. Biz qaytanga bir-birimizga poddeshka bo'ladigan joyi. Baribir Qirg'izistonga 3-2 Bishkekda endi baribir u yerda endi omad kulib boqdi O'zbekiston. Omad kuchlilarga kulib boqadi. Bizda shunaqa maqol bor. Yo'q, u yerda daraja ko'rinib qoldi. Daraja ko'rinib. Qirg'izistonni u o'sha paytda o'sha kungi o'yiniga ochilish o'yini bo'lgan stadionni va davlat rahbari davlat rahbari kelgan. Motivatsiya va ular tomonidan Qirg'izistonning g'alabasi uchun qancha miqdorda mukofot puli Plus berilgan. Lexus oxirgisi kaliti ko'rsatilgan. Победа или ничья вот. Unaqa holatda-chi, gap qaysidir davlatda o'zaro o'yinida emas, unaqa holatda har qanaqa oddiy bitta klub bo'lsa ham u jonini berib o'ynaydi. Chunki o'sha mukofot puli va mashina qanchadir miqdorda turadigan mashinani o'sha futbolchi bitta o'yin orqali emas, bir yilmi, qanchadir yillar davomida topishi mumkin-da. Uning uchun hamma harakat qilib qoladi. Bu tomoni boshqa. Xuddi Rossiya Yevroga chiqqanni hal qilganda Italiyani qoldirib ketilganmidi? Italiya bilan o'yinda Angliyanimidi? O'sha o'zaro o'yinda Angliyani yutib qo'ygan. Shunaqa Xorvatiyaga qancha miqdorda pul taklif qilingan? Futbolda bu endi Normal narsa. Normal. Boshqa nima yo'q. Demoqchi bo'lganimiz siz omad dedingiz-ku. Omadni o'zi hozir kam. Men aytyapman, omad bo'lishi kerak. Omad bo'lmasa chiqmaysiz. Braziliya bo'lsa, Italiya chiqa olmay qoldi-yu. 3 marta chiqa olmay qolishi mumkin. Mumkin, aha. Omadga ham endi albatta bog'liq. Endi hamma shu endi nima deb aytamiz? Shu kartalar keldi-da endi O'zbekiston. Men ko'ryapman, bu o'yin oldida 11 gol urganda O'zbekiston. 7 gol o'tkazgan, 9 gol. 7 gol o'tkazgan. 9 o'yinda-da. Endi bu statistika bo'yicha 9 o'yinda 11 gol urib, jahon chempionatiga chiqib ketish bu zo'r-da bu. O'ta oz-ku 11 gol degan. Ну, az, ну, это 1-0 достижение какое-то. 1-0, да, наверное, было. O'shaning uchun ham biz Srechek Katalisni jurnalistlar juda ko'p tanqid qildik, aynan mana shu futbol uchun va mana Timur Kapadze kelgandan keyin Eronga 2 urdilar, kecha 3 urdilar. 5 gol. Shunaqa. Ancha barakali bo'lib qoldi. Lekin bitta tomoni ham bor-da. Eng kam gol o'tkazib yuborgan jamoa bo'ldik-da guruhda. 7 ta gol.